2024-yil, 2025-yilda 5 ta og'ir mahalla o'rganib chiqildi. Bu mahallalarda Islom taraqqiyot banki tomonidan 134 milliard so'm, ya'ni 12 million dollar mablag' ajratildi. Bularga infratuzilmani yaxshilash bo'yicha bog'cha, maktab, yo'l, elektr liniyani to'g'irlash, suv, kanalizatsiya tarmoqlarini to'g'irlash ishlari amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda bunyodkorlik ishlarimiz jadallik bilan davom etmoqda. Yosh bolalarimiz loy kesib, maktabga boraylik, bog'chaga boraylik, qolaversa bu narsani qilishni o'zi iloji ham yo'q edi. Avvalambor 19 kilometr asfaltni Islom taraqqiyot banki tomonidan bizlarga taqdim etdi. Avvalambor prezidentimizga kattakon rahmat. Bu kishini xalqimiz bundan ham ziyoda kunlarni ko'rishni, xalqimizga bundan ham ziyoda ishlarni qilishni istab qolamiz. Har bir ko'chalarga asfaltlar boshlari, ustolbalar, suvlar o'tkazildi. Har bir ko'chamizning oxirigacha o'tkazilgan barcha asfaltlar juda ham chiroyli bo'lib qoldi. Prezidentimizga avvalambor kattakon rahmat. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qishloqdoshlar, yildoshlar. Mana shu xonadonda yashayman. Mana shu chekka bir qishloqlarda mana bunday asfaltlar bo'ladi deb xayolimga ham yo'q edi. Mana prezidentimizga rahmat. Mana e'tibor berib, mana shu mahallamizga, ko'chalarimizga mana e'tibor berib qarashyapti. Mingdan ming rahmat prezident bobomizga.